farosat birinchi navbatda insonda o'zini tushunish. Bir Jaloliddin Rumiyda kichik bir hikoya berilgan. Ya'ni bir shoh hunarmandlarga farzandini turli xil ilmlar egallash uchun shogirdlikka beradi va albatta bu farzandi bu ilmlarni oladi. Farzand biroz sho'xroq bo'ladi va shoh o'z farzandini sinash maqsadida qo'lidagi uzugini ikkala qo'li bilan yashladi, farzandidan so'raydi. Bu qo'limda yashiringan buyum nima deb so'raganda farzandi juda ham bir chiroyli holatda tasdiqlab beradi. Bu qo'lingizdagi dumaloq, rangi sariq va taqinchoqqa yaqin narsa degan o'xshagan, shunga o'xshash biz javobni beradi. Shoh bundan albatta xursand bo'ladi. O'g'lini shu darajada ilm olganidan xursand bo'ladi va uni shaklini to'g'ri etganidan xursand bo'ladi. Va keyin shoh keyingi sinov muddat holatida, ya'ni shu qo'lida yashiringan nimaligini, mana shaklini aytding, endi buni nimaligini aytgin deganda, ya'ni shoh o'g'li bu g'alvir deb javob beradi. Shoh bundan g'azablanadi. Nahotki qo'limda ho'chiga g'alvir siqqanligiga aqling yetmagan bo'lsa degan turli xil qarashlarni qiladi. Va uni atrofida turgan ulamolar shunday xulosa qiladiki, shunday ahmoq insonlar borki, uni shaklini topadi, lekin uni qandayligini bilmaydi. Va shu ahmoqona boshqarilgan tizimda biz o'zimizni, ya'ni ma'lum bir to'g'ri deb fikr bildirgan qarorlarimizda uni shaklini topganimiz bilan, demak uni qandayligiga, aqlga sig'maydigan darajada biz tizimni ma'lum bir nuqtada to'xtatishga kerak bo'ladigan qarorlar chiqarganimizni o'zimiz bilmaymiz. Shuning uchun har qanday inson farosatni ishlatgan holatda qolaversa, butun jamoani, demak, to'liq hazm qilgan holatda jamoani boshqarish kerak va undan keyingi holatda asli nasliga tortadi degan g'oya ham beradi. Endi buni turli xil holatda sharhlash mumkin. Ba'zi bir ahmoqlarga biz uni aqlli bo'lishiga chorlasak ham u baribir ahmoqligicha qoladi.